Dünya Uyghur Qurultayı dunyoga kelganligining 20 yilligini xotirlash faoliyatlarining bir muhim mazmuni sifatida 4-may kuni Sharq Turkistonning mustamlaka qilinishiga xalqaro qonunlar asosida qarab chiqish temasida maxsus doklad berish yig'ini uyushtirdi. Bu doklad hamda uningga aloqador masalalar to'g'risida oldi bilan Dünya Uyghur Qurultayı ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat apandi yig'in ahliga qisqacha tushuncha berdi. Onun bayan qilishicha, Xitoy hukumati Uyg'urlarning zaminini 1949-yili ishg'ol qilgandan buyon hozirgacha Uyg'urlarni yo'qotishni maqsad qilgan turli siyosatlarni yurgizib kelgan. Şuna Uyg'urlar masalasi faqatli bir kishilik huquq masalasi bo'lmasdan, yana o'z navbatida bir milliy masala hisoblanadi. Xalqaro kishilik huquq advokati Michael Van Walid so'zida tarixdagi Xitoy hukumi va Xitoydan iborat bu so'zga millat, territoriya va hukumat nuqtasidan izohat berib, uni tafsili tushuntirdi. Shuningdan keyin bu vaqtdagi ba'zi xulos xarakterlik bayonlarni o'qib o'tdi. Shu qatorda o'zlari yakunlab chiqqan Sharq Turkiston zaminini qadimdan tortib Xitoyning bir qismi yoki Xitoy davlatining bir qismi deydigan fikr butunlay xato degan nuqtani sharhlab berdi. Juma kuni Fransiyadagi Uyg'urlar Xi Jinpingning kelar hafta prezident Emmanuel Macron'ni ziyorat qilishini Uyg'urlarga urilgan shapaloq deb atadi. Egilishicha Xi Jinping dushanba, seshanba kunlari Fransiyada rasmiy ziyoratda bo'ladi. Fransiya taratqullarining xabar qilishicha, Yevropa Uyg'ur institutining qurg'uvchisi va Fransiya fuqarosi Dilnur xonim o'zining va boshqalarning Xitoy rahbarlarining ziyoratidan bearam bo'lganligini o'tirg'a qo'ygan. U Xi Jinpingni Uyg'ur xalqining jallati deb tasvirlab bundoq degan. Bu prezident Macronning bizga bir shapaloq sog'anligidan derak beradi. Bo'libmi Fransiyadagi Uyg'urlar uchun kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti 3-may bayonot e'lon qilib, Xi Jinpingning ziyorati Macron uchun Xitoy hukumatining og'ir kishilik huquq dafsandichiligini kun tartibga qo'yishning fursati ekanligini, shunga Macronning Xitoy hukumati sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyat va og'ir dafsandichiligining badalini o'tirg'a qo'yish kerakligini bildirgan. Xitoy doiralari Filippinning sobiq prezidenti Rodrigo Duterte'ning Beijing hukumati bilan Janubiy dengizdagi eglik huquqi talash tortishiga uchirgan rayonlar haqida hosil qilgan maxfiy kelishim borligini e'lon qildi. Xitoyning Manilada turishliq bosh elchixonasi e'lon qilgan bayonotida Filippinning sobiq prezidenti Duterte'ning 2016-yili Beijing ziyorati jarayonida ikki davlatning talash tortishidagi orollarni cho'ktirgan holda harakat qilish to'g'risida vaqtliq alohida o'rinlashtirish haqida birlik kelganligi o'tirg'a qo'yilgan. Qirg'iziston diplomatiya ministrligi fuqarolarni Rossiya chegarasidagi qattiq tekshirish to'g'risida ogohlantirdi. Egilishicha, bu ogohlantirish kishilik huquq faoliyatchilarining Rossiyadagi bir konsert zalida yuz bergan qurolli hujum qilish voqeasidan keyin O'rta Osiyo davlatlaridagi fuqarolarga qartilgan chet elliklarga o'chmanlik qilishning kuchayganligi to'g'risidagi dokladdan keyin e'lon qilingan. İki qitim Londonning shahar boshlig'i bo'lgan Ishchilar partiyasining musulmon kandidati Sodiqxon Angliyada o'tkazilgan yerlik saylamda 3-qitim g'alaba qildi. Taxminan 44% biletga erishgan shahar boshlig'i uning eng chong raqibi Konservativlar partiyasining a'zosi Susan Xaldin 11 nomer yuqori ovozga erishdi.